30 iyun Yoshlar kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan Yoshlar oyligi doirasida Taxiatosh tumanidagi harbiy qismda uyushmagan yoshlar va harbiy xizmatchilar ishtirokida huquqiy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Tadbir Madad nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan yoshlar va qonun mavzusida o'tkazilib, uning asosiy maqsadi yoshlar o'rtasida huquqiy madaniyatni yuksaltirish, qonunlarga hurmat ruhini mustahkamlash va huquqiy bilimlarni kengaytirishdan iborat bo'ldi. Uchrashuv davomida mutaxassislar tomonidan qonun tushunchasi, uning jamiyat hayotidagi o'rni va ahamiyati, fuqarolarning huquq va majburiyatlari haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Shuningdek, yoshlarga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlar, qonunlarga rioya qilishning ahamiyati hamda huquqbuzarliklarning oldini olishga oid tushuntirishlar berildi. Tadbir ochiq muloqot ruhida o'tdi. Yoshlar o'zlarini qiziqtirgan huquqiy masalalar yuzasidan savollar bilan murojaat qilib, mutaxassislardan atroflicha va asosli javob oldilar. Bunday uchrashuvlar yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish, ularda qonunlarga hurmat, vatanparvarlik va fuqarolik mas'uliyatini mustahkamlashga xizmat qilishi ta'kidlandi. Darhaqiqat, qonunni biladigan va unga amal qiladigan yoshlar mamlakatning ishonchli tayanchidir. Yoshlar o'rtasida huquqiy madaniyatni yuksaltirishga qaratilgan bunday ma'rifiy tadbirlar ularning huquqiy ongini shakllantirish, jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini qaror toptirish hamda yangi O'zbekistonning bilimli va mas'uliyatli avlodini tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. 30-iyun Жастар күні мünasebeti менен Жастар айлығы шеңберінде Жәнеспеген жастар ортасында әскери бөлім мүшеде ұшырасу болып өтті. Ұшырасуда тәжірибелі юристтер тарапынан Мадад Чойбагат шекарында құқықтық түсіндірулер берілді. Қандай жастар да өзінің қызықтырған сұрақтарына жауап алды.